Assalomu alaykum. Bugun bajarilgan operatsiyamiz bemorimiz 1974-yil, tashxisi bo'yin osteoartritis xondrozi, 5-6, 6, 7 bo'yin oqlar litchurasi va stenozi. Qarasak, o'ng tomonda qo'lda og'riq, bemorni 5-6 bo'yin oqasida esa stenoz bor. Qarasak, 5-6da stenozi bor. Bemorda doimiy og'riq, bosh og'riq, qo'llarda og'riq bo'lgan. Bugun 5-6, 6, 7 bo'yin total diskektomiyasi kej yordamida mahkamlash operatsiyasi o'tkazildi. Operatsiya qarasangiz, kompyuter tomografiyasida shu yerda bo'yin o'tkazgan, ossifikat o'tkazgan, yallig'lanish o'tkazgan, bu yerda disklar yo'qolib ketgan.